Bu maraz, seni hech kim yo'q deb o'yladingmi? O'rtoq, oilam tinch bas. G'alaba, tushunmovchiliklar, jonga tegdi hammasi. Uyga ham kirgim kelmayapti. O'rta, bu muammolar bitta menda deysanmi? Hammada bor. Siqilma, hali hammasi o'tib ketadi, o'rta. Hattoki bolalarimni ham ko'rsatishgani yo'qdi. Ne qaynog'ami? Alo. Ishxonami oldidami? Ha, bo'pti, kelavering. Yana kelishdi. Bu maraz, seni hech kim yo'q deb o'yladingmi? Maraz, meni singlim senga xizmatkor emas. Men boqib olaman, jiyanimni ham, singlimi ham, tushundingmi? Nega katta ketyapsan? 3 ta bolani yetim qilmoqchimisan? Bolalarni o'g'liga qolib ham yurmagin. Men qara, sen bilan kirakash bo'lib turib, nima qilib berding jiyanlarimga? Usti boshigacha o'zim olib bersam, yeb ichishini qilib bersam. Yo, sen ota bo'lib shahar aylanibgan borasanmi qayoqqa? Xudo hammaga rizqni har xil beradi. O'zingdan ketib qolma. Menga ham Xudo bir kun berib qoladi. Yigit kishining omadini o'ynashmagin. Kirakash, bugundan boshlab meni oilamga yaqinlashma, tushundingmi? Jiyanlarimni ponni rasxotini o'zim qilib, uygacha ta'minlab olaman, xo'pmi? Jak katta ketma. Hali hayot oldinda. Undan ko'ra seningga qaynotani, kuyovni hurmat qilishni o'rgatgin. Men sandaqa kirakashlar bilan pachaklashib o'tirmayman, tushundingmi? Damazingni haydor. Yaxshi ish qilmading oshna. Men puling ko'p bo'lgani bilan jiyanlaringga ota bo'la olmaysan. Seningga er bo'la olmaysan baribir. O'rta, yaxshi ish qilmayapsan. 3 ta bolani yetim qilib qo'yapsan. Dadasi ham yomon bolaga o'xshamaydi lekin. O'ylab ish qilgan. Men qarash, nima meni oilamga aralashyapsan? Sanlarga nima? Hayda mashinani undan ko'ra. O'zing bilasan. Shundayin pastda hayotda hech kimga kuning qolmasin.